Qaynona avtosalondamisiz? Shopir kuyov, keling, garajlar tinchmi? Oling bu mashinchangizni, menga ekonomik komfort deganingiz rasxodga chidab bo'lmayapti-ku buni. Mengami yaxki uydagilarga jo'ski bu. Topgan pulim tonirovka, polirovka, zapravka ketibdi. Parkovkacha qiling, men ketdim. To'xtang kuyov, zadnik oling, signalimizni qo'shnilar eshitmasin. Radarga tushdingizda qo'rqasiz. Senga kiring gaplashamiz. Kiraveramanmi? Shopir kuyov, mashina olgan paytingiz probegi, yili, kraskasini hammasini tekshirib olgansiz. Endi drift qilib, gazini bosib, minib tashlab ketmoqchimisiz? Bu o'zi yengil mashina bo'lsa, uydagilaringiz bunga yuk bosgan. Hozir. Yaqin, bu kishim hali ham letni balonda yuribdi. Eshitdim, bitta elektromobillarga qiziqib yurgan ekansiz. Kuyov, ular bilan cho'lga chiqsangiz, qolib ketasiz. Batareykasi o'tirib qoladi. Tinchgina mana JMCga Mist ruli bilan Malibu barchani qo'yib yuravering. Ha, bo'pti, biz boraylik ketdi. Payshanba poygamiz bor edi. Qani, yo'l qoidasi, umr foydasi bo'lsin, baklaring 92-95 benzinga to'lsin. Inomarkalarga margat qilmang, gazni bosib charchamang. Qabatin silay, yorini yig'isidan